DTMga tushadigan top 3 ta masalani aytib o'taman. Uchinchisi eng muhimi o'rtoqlar. Ya'ni siz bu 3 ta masalani bilgan holatda shu uchalasiga tayyorgarlik ko'rib, 9.3 ballni naqd qilib qo'yasiz. Birinchisi bu energiya almashinuvi masalasi hisoblanadi. ATFga taalluqli fotosintez bog'langan masalalar. Mana shular glyukoza parchalanish bilan yoki glyukoza sintezlanish bilan bog'liq bo'lgan savollar hisoblanadi. Ikkinchisi bu DNK masalalari. Ya'ni DNKga taalluqli o'sha nukleotidlar sonini topish yoki uzunligini topish yoki DNK asosida RNK asosida oqsil sintezlanadigan masalalar hisoblanadi. Uchinchisi bo'lsa o'rtoqlar, bu genetika masalalari. Genetikadan ham dihidrogeydan ko'proq tushadi. Dihidrogeydan. Ana shu masalalarga tayyorgarlik ko'rsanglar, nasib inshaalloh, Xudo xohlasa, mana shu imtihonga tushadigan 3 ta masalalarni aniq ishlab chiqasizlar va 9.3 ballni naqd qilasizlar. Mana shunaqa foydali ma'lumotlarni o'tkazib yubormaslik uchun Aslbek biologik sahifamga obuna bo'lib qo'yishni unutmang.